Bizning ushbu birinchi namoyish tajribamiz iste'molchilarning manbaga ketma-ket parallel ulash deb nomlanadi. Bu ko'rib turganingizdek, birinchi ulanishimiz parallel ulash bo'lib, elektr zanjiridagi eng keng tarqalgan ulanish turi parallel ulanish bo'lib, bu usul barcha iste'molchilar elektr manbaining bir xil ikki turiga ulanadi, ya'ni har bir iste'molchi o'zining mustaqil tarmog'iga ega bo'ladi. Shu sababli parallel ulanish energetika tizimiga, uy elektr ta'minoti, sanoat avtomatikasi va asosiy elektr zanjirida qo'llaniladigan asosiy usullardan hisoblanadi. Ikkinchi ulanishimiz ketma-ket ulanish bo'lib, ketma-ket ulanishda barcha iste'molchilar bir zanjir liniyasi bo'ylab joylashtiriladi. Tok birinchi elementdan o'tib ikkinchisiga o'tadi va oxiriga yetib manbaga qaytadi. Bu turdagi ulanishlar asosiy belgisi tok butun zanjir bo'ylab bir xil bo'lishi hisoblanadi. Ketma-ket ulanishda qarshilik kattaligi yuqori bo'lib, iste'molchiga ko'proq kuchlanish tushadi. Misol uchun, birinchi qarshilik ikkinchi qarshilikdan katta bo'lganda, birinchi kuchlanish ham ikkinchi kuchlanishdan katta bo'ladi. Bunday qarshiliklar yig'indisi umumiy qarshiliklarning yig'indisiga teng bo'ladi. Shu bilan bizning ushbu tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.